85 kvadratlik 4 xonalik xonamiz 62.800 ga arziydimi yo'qmi? Assalomu alaykum, men Muhammadjon. Hozir arenterimiz marhabo sangizlarni shunday orqasiga mana shunaqangi 4 xonalik xonamiz srochni sotuvga chiqyapti. Hali hech kim kirib yashamagan, yangi remontdan keyin. Короче, mana shu mexki mebel juda ham kattasidan qo'ygan. Bu zal qismi bo'ladi. Har bitta xonasiga mana shunaqangi batareyalari bor. Plus zakrytый balkoni ham bor. Mana bilasizlar, eski kadastrlarga mana shu balkonlari, mana shu pirxoshkalar, sanuzellar, kuxniyalar kiritilmaydi. O'sha uchun bu eski kadastrlarga o'zi aslida 70 kvadrat yozilgan. Papolni hozir hisoblasangiz 85-90 kvadratga yaqin chiqadi. Mana shu bitta xonasi, mana bu ikkinchi xonasi, kattalar uchun yotoqxona, bu xonasiga ham batareyasi bor. 4 xonalik polnoценный har bitta xonasiga batareyasi bor. Bu ikkinchi xonasi. Mana bu esa detskiy xona, bu uchinchi xonasi. Mana bu yana bitta spalni, bu 4-xonasi bo'ladi. Qanday ko'ryapsizlar, shu holatda topshiriladi. Ana endi mana shu общий sanuzel bo'ladi. Vanna rakvenni unitas sharoiti juda ham yaxshi. Bemalol bilasizlar, marhabo territoriyasiga gaz juda ham zo'r. Mana shu kuxni mebellari, mana bu rakvenni, bu gaz plita, bu yerga ham zakrytый balkoni bor. Kimga qiziq bo'lsa, 62.800 dan ozgina savdosi ham bor. 62.800 pulim yo'q, men ipoteka olmoqchiman deganlar uchun 25.000, 30.000 atrofida boshlang'ich to'lov bilan mana shu xonani olsangiz bo'ladi.